ishlasang qo'lda ishla, yashasang shoxda yasha. Aytadi. Ustoz, ish bo'lmayapti, nimadir qilishimiz kerak. Yo'q, mana shu kriminal ishlarni qilmaydimi? Lekin hayot o'zi majbur qiladi. Ha, bo'pti. Mana samarezani olgingda yo'llarga sochtasan, chap. Ustoz, nega yo'lga samarez sochaman? Ish bo'ladi, shogird chopding. Yana iplassizda. Aqali balon teshildi. Samarez kirgandir-di. Yamavorayli. Salom. Qo'lingiz moyagan, tez qilayli. Shogird bu bola o'zidan ketib qopti. Men chaqirib turaman. Shuni orqa kalpakni yechib olgin. Nega ustoz? Kalpakni tushib qopti deymiz, o'zinikini o'ziga sotib olamiz. Yavas qilsizda. O'rtoq, mashinalar ham urilmayapti. Ishsiz qolib ketdim. Menga qarang, mokri asfalt ko'pitlardan qo'rasanmi? Ish bo'lsa qilaveraman. Bo'lib bitta obed sandan ish olib beraman. Bo'ldi. Obedga shashlik yeylik. Aqasi, oldi kal o'tkazib ketib qopti. Sizga yarashmaydi. Buni ham almashtirib yuborayli. Keyinchi orqa balon kalpagingiz ham tushib qopti. Soqqasini bersiz, xuddi shunaqasi bor. Shogird. Mana xuddi o'zidek original. Shuni ham taqib yuborayli. Ustozni kalotkaga solidor suryapmiz. Ani kassaparaf olga ishsiz o'tiribdimi? Solidorda to'miz ushamaydi. Mashina olib borib danglatib uradi. Ani unga ham ish bo'ladi. Ustoz, qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasiz? Ha, olib bermoqchimisiz? Yo, mana isqirt ishlaringiz orqasidan qamalib ketib qolsangiz, ko'rgani borganda qamoqqa ovqatda olib boraman. Ha, nafasing ursin. Aqali nesh pul bo'ldi? Turizm bo'ldi. Mana. Oke, Omani salbani ko'ryapsizmi? Senga tez borib haydang, 5 metr qolganda to'rimizni bitta bosing, ishimizga baho berasiz. Dabro, bratishka. Bo'l, senga chopish. Ustoz, obedga shashlik yeydigan bo'ldik. Shogird, bitta shashi ishi uchun mashina avariya qilib yubordik.